Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahronning Şinjan Xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'rida anlatildi. Mehribon o'g'ilni yetlab O'smarxon jannat ne'matlari oshxonasiga kirib kelganda, oshxonada O'smarxon, Oboq to'xti, Kozim bir shirada choy ichib o'tirardi. Tamoq tayyorlash uyida yoshg'ini ikki cho'kan sabzi qirib, ko'ktot adalayotdi. Hozir tushlik besiq vaqt bo'lmag'achqa, oshxonada xeyzar yo'q edi. Ular o'maqqini o'g'il bolani yetlab kirgan chiroyli zilva cho'konga qarab havas qilishdi. Mehribon ularga egilib ta'zim qilib, adab bilan hol so'radi. O'smarxon yuzlari do'ptugilak, ammo marmardek porqirib turgan. Bödürü çaşları quloqlarini yerim besib olgan. Matroschi baldoqliq kiyimlari yarishib ketgan Qaysarga zo'qinib qarab qoldi. "Xon?" O'smarxon Mehribonga sing'ayan qaradi. "Tamoq yegili kirganmidilar? Yo'qsa bir ishni o'qish qilib kirgan. O'zlari O'smarxon achamga deymi?" "Ha? Shundoq." O'smarxon ishkirga qarab barqiradi. "Hay, xonterim! Mehmon choy ekila?" "Ha, sen mehmon, o'tirsizlar." "Avvar bo'lmasin bo'ladi." "Otlarim nima, xon?" "Mehribon. Dadillari nima ish qiladi?" "Kavopchilik qiladi. Ismi Abo Bakri." "O'g'illari nechta qiladi?" "To'rtni tugitib, 5 qadam oldi." "Ha, makala balam, makala." O'smarxon qo'lini so'zdi. "Bir yerlaringni tishlab, o'zi vaqtidek o'moq bo'l ekansan emasmi?" "Bag'im balam." Mehribon o'g'ilni bo'shqaroq ittardi. "Momoni qishirba." Qaysar teli qipqinin kelib, "Momo" deyishi. O'smarxon Qaysarni quchqiga elib suyibli ketdi. Va shu hamon ko'zlaridan bir necha tomchi yosh oldirab yumilib tushdi. "Sul ay degan vafosiz o'lib degan bo'lsa, bolasi 3 yoshdan eshib qoladi emasmi? Voy is. Bolasiga ish og'irmidi? Jo'vaydi mehmon." O'smarxonning gaplari qo'liqiga yoqmadimi? Aytavor, Oboq to'xti nimalandir g'udumshig'ish tamoq rostlash bo'limiga kirib ketdi. Yosh Zulayning hayotiga echingan Mehribonning ko'zlariga yosh keldi-yu, lekin yiqitmadi. Sözük qatirlarni ko'z chanoqlar atrofida aylantirib singdirib o'tdi. Uning har bir holatiga zansilib o'tirgan Kozim bultur qadrdonning yurtga mang'ilgan kuni degan gaplarni esiga kelib, ko'ngliga gumon tushdi. "Nima ishni o'qishmoqchidilar? Bayatdan shundoq deganda qiladilar." Gapni na'dan boshlashni bilmay qolgan Mehribon birdan turib olgandan keyin ishchiga marjondek tizib olgan yolg'on hikoyani bir aplik to'qidi. "Mening yo'ldishim baqqolchilik qiladi", dedi Mehribon O'smarxonga lappida qarab qo'yib. "2 yilning oldida Qadrdon degan og'inam bilan ishkirda ovqat qilgan bo'ldik deb kirib ketgan. Hozirgacha xat xabari yo'q. Anglasam Qadrdon o'zlarining kuyovlariga biror xabarni belay deb kelishim." "Mundaq desalar, xon." O'smarxonning chaqir ko'zlari yaltirab ketdi. "O'shochining to'qim yeb salgan itmi? 15 kun yolg'on qabaydi. Hozir u xotanda xiroin chekib, ota-onasini tinimligidek qarzga bo'g'ib, qoq sanam qilyapti. Qarz egallarining to'lliqidan ota-onasi shaharga qaraydigan ishni etib etib, oqiliqdan eshik ochdi. Hatto dadasimi muavin hokimlikdan qoldirildi. Voy xudoyim!" Mehribon ko'zlarini qochirdi. "Qadrdon yetib kelgan bo'lsa, yo'ldishim nima yuriydigandi?
Vay xan. Sizin o erlerini aşı yer tapanın akısı sep koygandan keyin özleriga az. Kadirdanın şu yolga tushib qolganligini bir kimdan anladingmi? Nädikini? Özüm xotanga berib, öz ko'zim bilan ko'rib kelgan bo'lsam. Ras. O'sharxon acham xotinlik emasmi? Dedi Kazım o'rnidan turib. Acha, men musofirlar mehmonxonasiga berdi kelay ya. Nima ish bor edi? Bugun yurtim mashin kelmoqchi. Tonishlar kelib qolsa, onamning ahvolini uqishib boqay degandim. Tez keljima. Ele oshxonni xaridorlar basidi. Kazım Mehribonga lappida qarab qo'yib chiqib ketdi. Mehribonmo O'snarxonni avora qilganligidan o'zini so'rab xayrlashdi. Butunlay umidsizlangan holda o'g'lini yetlab chiqib ketdi. O yo'lning u tarafiga o'tibla. Musofirlar mehmonxonasining oldiga kelishi. Yo'l qirda o'ltirgan Kazım uning o'ligiga kelib to'xtadi. Siz Qadrdonning ayoli Mehribonga deymi? Mehribonning qizirib ketishdan Kazım farziga ishondi. Men boyli gumon qilgan, lekin boshqa o'yda bo'lmang-a. Siz meni saqlab turgan edingiz? Mehribonning farzi to'g'ri edi. Menga deydigan gapingizga o'xshamadi. Gapim bo'lmasa sizni saqlab nima qilay? O'snarxonning deganlari rasmi? Ras. Qadrdon xotanda bir yil turish jarayonida ota-onasini qarzga bo'g'ib etdi. Dedi Kazım beshini chayqab. Lekin jigir bo'g'ashqa do'stlikdagi uyini setib, Yaqub hojim orqali 150 ming so'm avatib berdi. Bu qachon bo'lgan ish? Bu yil 5-oyda. Nima? Mehribon jiddiylashdi. Shu 3 oyning oldida Urumchiga yana keldimi? Shu chog'da u siz bilan bolangizni ko'ribdi-ku. Nima? Qadrdon ko'cha avtobusida. U shofirga qancha yalvursimi avtobusni to'xtatmoqda. Varqirsa siz anglamabsiz. Mashina to'xtash bekatidan yugurib kelib, sizni topolmabdi. Undan keyinchi. Aldirab qoldim. Kazım kamga salom aytib qo'yinglar deb Elimjon Avoq bilan Nurmat Bakarga xeli jiq gaplarni qilib beribdi. Yana ishkirga kirib ketibdimi? Yo'q. Yaqub hojimning mashinalari bilan O'rta Osiyoga savdo qilib ketibdi. Ota-onasini qarzga bo'g'ayotgan odam qandoqmi davlat atlab savdo qila olsin? Uy satgan pulning yeriniga mal olgan chig'i. Qoldisini Elimjon Avoq bilan Nurmat Bakar o'bgan bilan xazinasi, dedi Kazım xayrlashib etib. Qisqasi, Qadrdon sizni izlashni to'xtatgan yo'q. Kazımka, endi uchrashingiz deb qo'ying. Men Yekan ko'lda Elimjon akam nechinchi qavatda? Uningga deydigan jiq gaplarim bor edi. 5-qavatda. Kazım ketib etib baqirdi. Haras. Qadrdon O'rta Osiyoda ko'p bo'lsa 3-4 oy turaman debdi-ku. Hozir 3 oy bo'lib qoldi. Yaqinda kelib qolishi mumkin. Qadrdon doim gapini qilib maqtab beradigan. Biroq o'zini ko'rib boqmagan Elimjondan yana qandoq gaplarni anglaman. Kashmishlarini so'zlab berguncha yig'lab solmasam bo'ladi-ku deganlarni ko'ngildan o'tkazgan Mehribon bolasini yetlab musofirlar mehmonxonasiga kirib ketdi. 30-bob. Avgustning 22-kuni. Bo'ron chapqinliq bir kun bo'ldi. Yomg'ir xuddi chelaklab qo'ygandek yog'moqda edi. Oqbosh bo'g'di cho'qqinlari tarafdan qiyposh urgan bo'ron osmon sathiyasini suvori qoplagan suv pardasini silkiyotgandek uyan buyan elib qochadi. Urumchi ko'chalarida eqiyotgan qiyon suv go'yo kalkun oftini aski selib, ko'ngillarga ansizlik ato qiladi.
mana shundoq judulliq kuni. Egiz, ot yuzlik, qo'shimi qochliq, xuddi uruq kalığı yoğun müngüz yarışmagandek kang ko'kraklik bir yigit ko'zlari o'ltirishgan holda musofirlar mehmonxonasiga kirib keldi. U qari kaltı chopinning yanglariga qo'llarini kaplab tiqqan bo'lib, qattiq muzlab ketgan bo'lsa kerak, bo'yin terilari attikallashib ketgan edi. Bilet setish o'rnidan biletni olmay, xuddi biletlarni bir kim elib qochadigandak yanglariga kaplab tiqib olgan qo'llarini chiqamay, ingichkinacha yuqori qavatga do'kildab chiqib ketayotgan bu sayoq zodi kim? Faqatla to'ymadinglarmi? Esimni o'zimga kelmadimi? Bo'ldi. O'zimni deb beray. O, xudo kichik demay omadni, xotinni, yuz obro'ni qo'shlab bersa, sho'xliqni o'xshitamay qochirib qo'ygan bola sevgiyen qadrdan. Hozirla chet ellik savdogarlar uni yo'l bandiriga, endi diningni o'zing topya deb qo'yib berdi. Shuni o, koni katak musofirlar mehmonxonasiga xuddi yekan to'g'risidek yugurib keldi. Qadrdan ikkinchi qavatdan qimor, nasha, heroin, aroq, jazxo'rlar usi bo'lgan 5-qavatgacha Elimjon Nurmat Bano deb so'rab chiqdi. Oxiri Elimjonning onasi Nurmatning bolasi kesalkan, shunga yurtiga ketdi degan javobni anglab, 7 qavat osmondan tashlab o'tgandek bo'ldi. Endi qanday qilish kerak? Nimani qanday qilish kerak? Nimani bo'ladi? Gal, heroin, yotoqnichi. Hozir uning yanchiqi eng chorasiz qalandarning xurjundan quruq. Qadrdonni hozirgacha Xudo o'z panohida saqlab, puldan quruq qo'ymay, xumor azobini tartqizmadi. Tasoddifiy hollarda chekishga imkon bo'lmay, xumor azobi amdili boshlanib, badallar kirishib, azobning shapsi kelgan hamon biror pinhon bulun pushqoqda oq tutunni sho'rab qutulgan edi. Ammo so'ngak o'g'illari qimishib, bo'g'in-bo'g'inlari sarqirab, milyon cho'millar chiqib, gallari qimishib, oxir og'zidan mozg'ab qaynab, o'zini quttur kelgan narsalarga urib, qosh qapoq, yuzlarini qiymi-chiymi qilib, asabiy g'ojirlik girdobidagi xumor azobini tortib ko'rgani yo'q. Lekin uni his qila oladi. Chunki uning kasbdoshlaridan ko'z oldida do'zaxga safar qilganlar ozmi? Qatma-qat muz tagida burunlari mashchiyib, tishlari to'kilib, eg'izlari qalchiyib, badallari qop-qora, qo'ng'ir, sop-seriq sarg'iyib, badbo'y purab ketgan jasadlar, go'rga dastlab kirgizilgan meyitlar. Ilham uning ko'z oldida turibdi. Qadrdonda O'snarxon jannat ne'matlari oshxonasidagi Kozimdan pul qarz elish umidi tug'ildi. Endi bir oshxonaning oylik maoshiga qarashliq so'g'ozdan qadrdonning tomiqi, yotiqi, chekadigan oq tamoksiga yetkidek pul chiqarmi? Chiqmasa, qadrdonga ikkili yo'l bor. Biri jinoyat yo'li, yana biri o'lim yo'li. U yashamoqchi bo'ladigan kechisi yo'l to'sib bulanchilik, qotillik qilish kerak. Bo'lmasa uningga tayyor dunyo na'zi turibdi. Qadrdon O'snarxon jannat ne'matlari oshxonasidagi Kozimni tepish uchun oldirab pastga tushib ketayotganda palampayda biriga so'qilib ketdi. Qadrdon uningga parvoyi palak holda ketavergan edi. Biroq so'qiyotgan birodar uni chaqirib qoldi. Voy, to'xtang-a. Siz haliqa bola sevgan-ku, shundaqmi? Shu. Men shu. Qadrdon ichida nadim paydo bo'ldi bu yeng tasqa deb o'yladi. Demishimiz bor edi. Men sizni bir ishqadan beri o'rnat chiqdim izlab keldim. Qadrdonning gajgisi qo'ridi. O'likdan iymon so'rabdi, askitamdan qo'rqoq degandek, holi xarab bola sevgandan yordam so'rab kelgan divonim bu.
degan o'y ko'ngliga kelgan Qadirdan sal terikdi. Ha, nima demaysiz? Gapingiz bo'lsa, gash-gash dana, men oldirayman. Esingizmi? Yillikka bir yili Aygül ikkimiz yotiqimizga kirib, qassoblik qilish uchun 2000 so'm so'rasak, siz birer uy ham uy saramjonlarimni qilib oling deb 5000 so'm bergan edingiz. O'sha Sherzod degan qassob men bo'lma. Mundaqda. Qadirdanning qopuqi turildi. Yana pul so'rab kelgansiz? O yo'qay. Shu tadiki pulingizni berib etay deb izlagan edim. O'zingizga ayon. Sizning himmatingiz bilan o'rnoq topdim. Endi haqqingizni qaytarmasam, Xudo ravo ko'rmaydi. Sodamni oqmaydi-da. Sizni yataqqa boshlaydi desam, dedi Qadirdan xijillik bilan. Texe yataq biletga sürmegen. Amsi yürüme, taksi bilanla dostluk aldık baraylı. Sherzodning chiroyidan do'stonlik chiqib turardi. Mendan go'sht oldigan bir kabobchi bor. Uning kabobi bak bilan. Qadirdan qo'rsqining ochqinligini endi sezgandek qildi. O yataq bo'libmi oq tamakining g'amida qo'rsaqning ochqan ochmaganligini unutib qolgan edi. Mana endi xuddi qarg'un yushikka o'lik chashqan yo'liqqandek bir ish bo'ldi. Ko'mandigan Can hal qulga kelgan toza yomon vaqtida qismatning yordamga kelganini. Ota bovullarimizning kash qo'yis qo'ygan Xudoyim och qo'ymaydi degan raskanda. Ular taksi bilan do'stlikka berib, haliqi baland kabobxonaga kirdi. Kabob besilgan yumshoq non, qiymiq damlangan choy bilan raso payzi qilishdi. Sherzod Qadirdan 5000 so'm bergandan keyingi tirikchiligini so'zlab berdi. O dastlabda Aygül bilan maslahatlashib, bir jup o'qliq rezin pichoq setib olib, uningga temir shota, qalay vodka ichiga go'sht osadigan bir necha kanari bekitib, do'kon tayyorlabdi. Qisqasi, bilay, pichoq, palta, döşilerge jami 600 so'mdek pul ketibdi. Ondan bir yog'iz uyning 1 yillik ijarasini setib olibdi. Qisqasi, Aygül 5000 so'm pulning bir tiyin pulini neri biri qildirmabdi. Hozir maxsus qassobchilik do'konim bor. Ayolim kechki bozorda zasipazlik qiladi. Dedi Sherzod mamnuniyat talaffuzida. Haras, Aygül bilan to'y qilib olgan. Hozir bir qiz, bir o'g'lim bor. Muborak bo'lsin. Qadirdanning Sherzodga zo'qi keldi. Undaqda hozir turmush g'amingiz yo'q-kanda? Alhamdulillah, Xudoga ming qatli shukr. Sherzodning so'zlaridan ishchimlik, chekinlik deganlarda yo'qdek qiladi. Ondan qolsa shafoatchimiz o'zlarining saxovatidan bo'ldi. Mana bu oz bo'lsa-mu 10 so'm pul. Chaqaroq akaging bor edi, lekin bu qatim 6 oydan kelgan 2 mashina go'shtni bir yo'lda tushirib olgan edim. Shunga yanimda naq pul o'ksib qoldi. Qadirdan pulga qarab ko'zlariga yosh oldi. Bu yosh yataq, tamoq, xiroyin kaporatga erishadigan bo'ldi deydigan xo'shallik yeshiga hargiz o'xshamaydi. Bu yaratgan egisidan tap tortadigan. O gunoh savob deb tushirgan mezonlar ko'ngilda aqidaga aylangan. Insof, diyonat, rostchilik, oq ko'ngillik, poklik, sehiy saxovatni Allohning nuri deb bildigan ajoyib ulug' ham pokiz bir dinning muxlisi ekanligiga. Biroq shunday to'g'riliq o'zining posiq bir bandiga aylanib qolganligiga echingan ochiq yoshlar edi. Sizning himmatingizdan ro'noq topdim. Haqqingizni qaytarmasam Xudo ravo ko'rmaydi. Suvdanmi oqmaydi. Alhamdulillah, Xudoga ming qatli shukr. Bu echiq turgan xotirdek nima degan samimiy aytgan, ha? Bo'ron ham yomg'ir to'xtagan edi.
Qadrdon musofirlar mehmonxonasiga piyoda qaytdi. Garchi uning yanada 10 ming so'm pul bo'lsin, ammo u ancha xo'shal emasdek qiladi. Sherzodning so'zlaridan shu narsa ayon bo'ldiki, savdo va tijorat bilan shug'ullanuvchi odam o'zini pok tutishi, yo'qsul faqirlarning beshini silishi, bo'libmi nashoyin ishlar bilan shug'ullanmasligi kerak ekan. Shundala Allah bergen omad mangulik, eng bo'lmasa umri uzun bo'ladi ekan. Qadrdon Beyjingda turayotgan vaqtida bir kuni yotqiga Yusufjon ismli bir baqqal kirib keldi. O Beyjingga quruq yal yemish yetkazib akagan ekan. Yusufjon yenidan 3000 so'm pulni elib ustalga qo'yib, "Men Urumchida hech chiqish yo'l topolmay gangrab qilib qishingizga borsam, biror ovqatning peshin to'rt deb 3000 so'm pul bergan edingiz. Ash pulingizni etkaldi. Bu qatam poyezddan mol yo'tkayman deb chiqindar bo'lib qoldim. Keyincha yana rahmatimni aytaman," dedi. Yusufjonning samimiyligida, biyonatidan ta'sirlangan Qadrdon uni oshxonaga elib chiqib mehmon qilay degan edi. Biroq Yusufjon, "Rahmat, mehmon do'stligingiz menga tegil bo'ldi. Juma vaqti bo'lib qoldi emasmi?" deb oldirib ketib qolgan edi. Qadrdonga Xudoyim omad bergan. Bergandimi haqdodiga yetkazib bergan. Biroq Qadrdon shaytonning kayniga kirib, Xudoning tarozi mezonlaridan, siniq ko'riklardan o'tanmadi. Ruhi sungan Qadrdon musofirlar mehmonxonasiga kelib 35 so'mlik yotoqqa bilet kestirdi. Odatda tijoratchi bolalar bu yotoqlarni qimmat ko'rib yotmag'ashqa, davomli 2 kishilik yotoqda 1 kishi yetishga to'g'ri keladi. Qorong'u tushdi. 2 kundan beri olamni yutib o'tadigandak chiqqan yodun chapqun asta jimiqib, parchalangan qor bulutlar tarqalmoqda edi. Ba'zida villada oy yulduzlar kulib qarasa, birdan-bir yana olamni qorong'ulik o'z qo'yniga oladi. Yomg'irning ta'siri bo'lsa kerak. Havo birdilla sovib, do'yni qo'rg'idek sovuq bo'lib o'tadi. Qadrdon yotqanni tizdirg'icha yepib qo'yib, yostiqqa yo'langunicha derizdan satang cho'konning nozdek birdi ichilib, birdi tutilayotgan osmonga qarab o'ltiradi. Qadrdon chet elda o'zil kesil vayron bo'lgan heliq kechisimi naq mushundoq judulliq kun edi. Qirg'izistonning Issiqko'l atrofidagi 10 qavatlik mehmonxona odatda soqchilar tarafidan qo'llaniladi. Ammo shu kechasi og'zi burni niqoblangan, faqat ko'k, chiqir va ko'larang ko'zlari yalildab turgan 3 qurolliq odam yotoqqa besib kirdi. Ularning ikkisi yalang'och Qadrdonni yotgan ichidan turg'izmay, beshiga tapanchasini tanglab turdi. Onun bilan birga yotgan Rus qizi birdas lampondek emchaklarini lig'irlatib o'rnidan turdi. Kirganlarga nimalandir qatirlab kiyimini kiydi. Shuni bilan ular tapanchasining payniki bilan Qadrdonning beshiga birni urdi. Ondan hammasini yig'ishtirib chiqib ketdi. Qadrdonning O'rta Osiyodagi 3 oylik sodisi yomon emas bo'lgan edi. O o'zi ep chiqqan 50 ming so'mlik Adidas, Montanadek mollari tang paydo qildi. Shuningdek keyin u qo'rg'osdan kirgan vatandoshlarning har xil ko'ktat, quruq yal yemish, oyoq kiyim, balla kiyimlari qatorliq mollardan 1-2 mashina molni so'zlashib edib, Olmato'dan Dushanba, Yarkand, Chelak, G'oljat, Qirg'izistonning Beshkek, O'zbekistonning Anjom qatorliq shahar rayonlariga yo'tkab opirib sotdi. Shu orqali yotoq, tamoq, oq tamoqisining hudisidan chiqib, 3 oy ichida 76 ming so'm pul topdi. Shundaqmi uning kunlari qo'rqish, andisha, sarosima ichida o'tdi. Chunki har kunligi degidek Uyg'ur savdogar tijoratchilarning bulanganligi, o'ltirilganligi haqida xabar tarqalib turadi. Uning ustiga Yoqub hojim ketar vaqtida O'rta Osiyo shaharlari tinch emas. Qirg'iziston Beshkekdagi Uyg'ur savdogarlarining shuncha katta savdo bozorining kuyib kulga aylanganligini unutib qolma.
Şuna vatanga tezroq qayt degan edi. Vahima purqi kelib turgan bu so'zlar har qatam uning esi kelganda yuragi bir siqilatdi. Qadrdon oxir vatanga qaytmoqchi bo'ldi. Ammo qaytish harpsida 3 mashina olma arzonli uchrab qoldi. Qadrdon uni elib Qirg'izistonning Issiqko'l sayohat rayoniga olib bir yal yemish savdogariga to'pli o'tkazib, xeli obdan foyda oldi. O kechda mehmonxona yotig'ida zerikib o'tirardi. Eshik chekilib, intayin chiroyli rus qizi kirib keldi. O takallufsizla karvatga kelib o'tirdi. Uning do'ptigili ko'ksining yerimi o'yni yoqiliq maykisidan chiqib turardi. Bir g'erishmi kelmaydigan yo'pkisi bo'lsa, juvoz o'qidek parqirab turgan oppoq yo'tillarni yapolmagan edi. O turmanlangan sopseriq sochlari orasidan bir bo'liq xiroyin qochlangan so'liyov xaltin chiqardi. Olamsan degan ishoratni qildi. Qadrdon qancha deganni qo'l ishorati bilan uqtirdi. Rus qizi 4 barmog'ini chiqardi. Qadrdonning yanida chekinizg'i bo'lg'ashqa o'ynashgandakla 2 barmog'ini chiqarib Rus qizi bo'liqni Qadrdonning olqiniga tashladi. Qizning 1 gram xiroyinni bundoq arzon beruvchidan gumonlangan Qadrdon xaltini yirtib, tilini tekkizib, xelal sop mol ekanligini jazmlab kulimsirashi. Rus qizi chechi orsidan pal-pal, saranga, naychini chiqarib, birdandala do'konni qurdi. Qadrdon karvatda o'tirib, naychi bilan oq tutunni sho'radi. Rus qizi gilamdini zo'ngzib o'tirib, pal-pal ostiga sarangi chiqib berdi. Bu chog'da Rus qizining do'p-tugilak oppoq ko'ksi butun ko'rinib qolmay, uyatliq yerlarini to'liq yapamagan ikkilik kanglikdagi ushburjak ishkiyimi oshkora ko'rinib turardi. Bu asnoda qiz yana bir bo'liq xiroyinni pal-pal ustiga qo'yishi. Qadrdon sarangi chiqib berdi. Qiz havas ishtiyoq bilan cho'rab bo'lib, karvat ustiga o'zini o'ngsiga tashlabdi. Ham ikki qo'lini so'zib, Qadrdonni yeniga chilladi. O'zimni bilmay sheltim etibdiman. Eski palazga urinib, hafta yetibdiman degandek, hamma nemisdan ayrilib, kak saltan bo'lib qolgan Qadrdonni Issiqko'l mehmonxonasida yotgan bir Uyg'ur savdogar chegirdan o'tkazib, Urumchiga akilib qo'ydi. Bo'g'di tog'lari tarafdan urgan so'g'uq shamol og'uz osmondagi bulutlarni surib, bir tarafi dog'lashgan to'lin oyga ko'k osmon chehrini echib berdi. Derizdan qiyposh tushgan ko'kish sovuq nur karvat ustida o'tirgan Qadrdonni gerimsan yo'rtib turardi. Uning yalon mo'ri, bilaklari chimildab muzladi bo'g'ay yotgan ichiga kirib yotdi. Bu dunyoda boy zardar bo'lsin yoki tilamchi gadoy bo'lsin, hammasila atining g'amini qiladi ekan. Mana shu turqida Qadrdonmi ati nima qilama? Undan keyinchi deganlarni o'ylab, oxir kavobchilik saramjonlarini setib olib, kavobchilik qilishni ko'ngliga pukdi. Bo'ldilar. Bu nima degan sarsonchilik? U qachongacha jahon kezdi darvishdek besh qo'ygan, puti toygan yerlarda yuradi. Musofirlar mehmonxonasi oldida kavobchilik qilib, ayoli Mehribonni, o'g'li Qaysarni izlaydi. Ular dunyoning u chetida bo'lsa-mu tepib kelib, bir oila kishilari g'o'rg'il yashasimi, ko'ngillik hayotini qaytadan boshlaydi. Qadrdon hamdam xiyollar bilan qachonlarda uxlab qolganligini bilolmadi. U atsi atiganda koridorda taraqlab mangan, yo'talgan ovozlardan uyg'onib ketib, o'rnidan turib ketdi. U o'pchi tozliq uyiga kirib, yuzlarini oldirib yurdi. Bo'lmasa, mehmonxonaning arzon tamoqi qolmaydi. Demisimi, u ansirgandek bo'ldi. Oshxonada boshqa tamoqlar tugab, sho'girish bilan o'rnan qolgan edi. Qadrdon bir qochi sho'girish, 2 xo'rnon, bola taqsida tuzlig'an turib setib edi. Cho'ng shirada andili tamoq tutish qilib edi. Kimdir biri bir taqsida xo'rnon, bir chini sho'girish, bola taqsida bir siqimni kelmaydigan xosin meg'izi ko'tirib kelib, uning yenida o'tirdi. Oshkasi imon qechibdi degandek, ular bir-biriga qarashmay, osh qolgan bo'rdek tamoq yeyishni boshlab etdi.
bir chaqdala ikkisi bo'rinlarini tortishib, beshini ko'tardi-da, bir-biriga tikilib qaytib kelishdi. Hatto ikkisila chaynagan loqmalarini yutmay chakchib turishyapti. Albatta, qadrdon bir chaqlarda tepkish soqol deb masxara qilgan Xolmat qorim uningga kichik, ammo do'p-do'grak ko'zlarini tikib o'tiradi. Bu la'nati qori qadrdonni unutib ketdi. Endi gazindagi 60 ming so'mni unutib ketganmidi? Voy, qori bo'lmay ketgur, qog'jalni tejamal. Texi Yaqub hojim 30 pora Qur'onni yodag'an deydi. Qur'onni yodag'an odam Xroin atkachisi bo'landa. Men izzat ikromlik o'qirmanlarga Xolmat qorimni yana bir qatim suratlab berishni loyiq topdim. Chunki u bundan 7 yil ilgari Yaqub hojimning Dajaygodagi uyida qadrdondan 60 ming so'm pul edi. Xuddi qumga tushgan tomchidek yo'qolib ketgan edi. Mana shu chog'dagi do'qimong'ay, qatmuqat jiyaklik do'p-do'grak ko'zi bilan qop-qora to'ng qashi, oq seriq chiroyiga obdalli husn qo'shgan. Sidam yuz, burisiz, lekin odamning g'idiqini keltirib, emak uchida tepkushdek kichikgina qisqa soqoli bor qori yaktaklik odam esonlarga kelgan. Xuddi ko'nila, o'sh bo'lmang, giribdor bo'lasiz degandek Xolmat qorim har qatim o'rimchi kelganda qadrdonni uchrab qolmaskan deb tilaydi. Mana bugun qiyishqandek mehmonxonada yana kelib bir tomoq sharasida birga o'tirib qolganini ko'rmabdigan. Oy, qadrdon ina, senmi o'rimchi dekansan-a? Dedi Xolmat qorim to'njiqqandek bo'lib. Yaqub hojim seni O'rta Osiyoda ovqat qilyotdi deganda qildi. Bugun xo'yni obdan uchrab qoldilar. Qadrdonmi mixtaq qadaldi. Men Olmaotadan ota-oydan sirni izlab keldim. Nima uchun ekanligini bilaman? Bilma. Xolmat qorimning ko'zlari g'il polladi. Aytqina. Hozir nima ish qilyapsan? Kavobchilik qilyapman. Kavobchilik? Xolmat qorim ochiqqini ko'rdi. Kavobchilik qilsang sana yarashama. Sen degan bola sevgigan deb Urumchida dong chiqargan bola. Ashu nomingga tushliq ish qilmasan, haqlar qo'ydi kula. Nereden ko'z chatqinmayman. Ovqatli qilsam bo'lmaydimi? Qadrdonning ochiq kelgan edi. Pulni qachon berlar? Shuning gapini qilsa? Hey, 60 ming so'mga qarab qolgandek holga tushib qoldingmi? Xolmat qorim tomoqini chiqirdatdi. Nazring xili ustun bola ekan. Nimanda cho'paylishib ketding? U pulma tamakanga 2 oy yeta. Uniki qanday qilarsan? Buni bir g'am qilmaslar. O'zimning sho'ri. Pul topgan, 100 topgan tijoratchining og'zidan bundoq gap chiqmasligi kerak edi. Xolmat qorim ustulik bilan ko'zlagan nishonga yaqinlashmoqda edi. Bo'pti. Haling shunchalik bo'lgandan keyin buningga nima degilik? Sadin nima demoqchisizlar? Birli injiqlab, ichinglardagini chiqaraversizlar. Undoq cho'rgilab, pishon gapni qilavermay. Balang gap qildim. O tomoqini tamishib qo'ydi. Sen asho 60 ming so'm pulini 5, 10 hassa, hatto umumini ko'paytib berishni xohlamamsa? Nemish xohlamadingmi? Qadrdon jallandi. Qani, yo'lni ko'rsatsizmi? Men bilan kuningni kel. Qorim lappida ko'z tashirdi. Qanaq? Ko'ting chidamda? 3 kun bo'ldi. 4 balani poyezd bilan yo'lga selavatdim. Ular Sichivan Chingduga berib, u yerdan poyezd almashib Kunmingga bordi. Ashilamo sana o'xshash chekirgan bolalar. Urumchida 1 grammini 300-400 so'mdan cheksa, Kunmingga borsang 150-200 so'mga tushadi. Oltin ish berjakti bo'lsa,
25-30 so'mdan olsa. Xroinli pul chiqish turamay ansizlik ichida qolgan Qadirdan bahadagi farqni anglab qiziqib qoldi. Kuningda bir hassa arzon bo'lsa, oltin uchburchakka yaqinlashgan sari hatto 10 hassalik farq qiladi ekan. Bu ajoyib yaxshi gapkanda. Meni xroin yo'tkashga setish solgan bo'lsa, bormayman. Ha, bo'ladi. 60 ming so'm puling pay qatgan hesabda bo'lsa, dedi Xolmat qorim shiraga chekib turib. Men yolg'izlik qilib qoldim. Sen savdo ishida pishqan bo'lasan. Shunga menga yordamchi bo'lib, bir qancha bolalar bor. Shularni boshqarib ber. Ammo gapingizga Qadirdan qo'lni shiltidi. Keyincha tuxumning seriqi ishga chiqib qolmasa yana xazinasi. Hey, amsa bugun tushga tayyorlik qilib. Tushdan keyin soat 1:30da kunni bevosita uchimiz. Shuncha bo'la aldirashma. Men hozir ayirdirim telefon qilib o'tay. Biletni ishga qilib bersin. Xolmat qorim ishton tasmasiga chetilgan qopchiqdan olqandek kichikroq telefonni elib, nomerlarni bosdi. Xanzochilab bir necha eg'iz gap qilib, "Hav, şeşe" deb telefonni qopqiqini yepib, yana qopchiqiga soldi. Qadirdan O'rta Osiyoda cheg'ida bir ishki xo'jayinning qo'lida ashundoq telefonni ko'rgan edi. Mana hozir Xolmat qorimning so'zlashganligini ko'rib, intayin zo'qlandi. Agar Qadirdan bu chaqqichi bola sevgan bo'lib, ashu kasbdan ayrilmagan bo'lsa, o'nchilik telefonlar nima? Hay esat. Xroin uning tunugini, bugun ham atsini tortib oldi. O qaysi kuni ashu iblisga sepildi. Shundan beri uning osoyishlik bo'lmadi. Xolmat qorim bilan Qadirdan tushdan keyin soat 1larda musofirlar mehmonxonasi oldidan taksiga tushib, ayirdirimga yurib ketdi. Ular kutish zalida ancha uzun o'tirmay aeroplanga chiqishdi. Qadirdan bola saygan vaqtida so'ng xo'jayin uni Beyxay Xongulaga aeroplanda opirib o'ynatgan edi. O chaqda Qadirdan xo'jayinlik salohiyati bilan hurmatlangan. Ziyoratda bo'lgan. Hozir bo'lsa xalq nazarida bir mal'un. Hukumat daftarida atkasining yo'ndikashlarini qilib, uning jinoyatlariga sherik bo'lish uchun ketyotdi. Bu bir xo'rliqda. Xolmat qorim bilan Qadirdan Jingjoda aeroplan almashib, kashlab kunning ayirdiromiga tushdi. Ular chamadan so'mkalarini ko'tarib kutish zaliga amdini kirishi. 4 yigit yugurishib keldi. Xolmat qorim Qadirdanlar bilan qo'l silkishib ko'rishib ketishdi. Ondan chamadan so'mkalarni o'zaro talishib qo'llariga elishdi. Qadirdan bu bolalarga qarab og'zi uchiqli qoldi. Ular g'ayrat jonli, Ayso Xenanjar, Abay Gittar, Dilmurat Makashlar bo'lib, hammasi Beijing Ganjiako, Veygunsallarning qari qog'illari edi. Ular qachonlarda bu yerlarga uchib kelgandi. Sizlar qachonroq keldinglar? So'radi Xolmat qorim taksiga chiqib edi. Soat 4lar bilan, dedi g'ayrat jonli. Keliblar tumanliq qiya mehmonxonasiga o'rlashdik. Necha yultuzliq mehmonxona ekan? 5 yultuzliq. Pulim xilli bor ekan. Necha pul ekan? Bir yotoqda 2 odam yotadi ekan. Bir kechaliga 1600 so'm ekan. Mayli. Eng muhimi pul emas, bexatarlik. 2 taksi so'zsizlik Jinjiang daryosining hayvatli ko'rikidan o'tib, tumanliq qiyo mehmonxonasining hovlisiga kirib to'xtadi. G'ayrat jonli Xolmat qorim bilan Qadirdan ikkisiga oldin yotoq ilib qo'yganligi uchun udulni boshlab kirdi. Yotoq haqiqatan bak hayvatlik bezalgan edi. U bir qarmoqqa Iso zodlarning dochillariga o'xshab ketadi. O'tirdiki oliy divan, shera, gelam ham aynik ishkaplar bilan bezalgan uy, dam olish o'rni bo'lib, 3 futlik sheraga har xil oliy haroq ham qutuluq so'g'uq ichimliklar, yo'l yal yemishlar,
tatıq turumla tizilgan. Her günü yenilik turatdı. Öyünün tört etrafıdaki rengarenk içilip ketken güllerinin huşpurqi adamның bəhrini açatdı. İşkaplarda almashtırdıgan iş kiyimlerden tatip plaşkilavçı var idi. Bu dam elish uyuning ikki yotoq uyi bo'lib, chatalning yotqan ko'rpa, mamux yostiq, yopqichlar bilan ziynatlangan karvatida odam o'tirishga aymin etdi. Tozliq uyi, munchalarning aslahalari butunlay zamonaviy bo'lg'achqimi turmush ishlarida intayin apkik edi. Yuringlar bolalar, tomoq yeylar. Xolmat qorin o'rnidan turdi. G'ayrat! Sizlar tomoq yemaysizlar? Yo'qsa xo'jayin. Yo'lga chiqqan xabarlarni anglab, sizlarga saqladik. Qo'l telefoning yaxshi ishlayotganda. Gap ketmaydi. G'ayrat ishdan tasmisiga esiqliq qopchiqni tutib qo'ydi. Bak aplik narsaga bu. Bu qatimki so'didan keyin hammalarga bazilib berma. Abay Gittar, Aysa Xinanjir, Dilmurat Makashlar bir-biriga qarab kulishib qo'yishi. Xolmat qorin ularning ko'zlaridan boshqacha bir ma'noni sezib qoldi. Xotirjam bo'lish, yeliganlar. Ish haqqini sirti deb berma. Ando'g'i bola? Rahmat hash qildimsa, ho'p qo'yla. G'ayratjonda ko'zlarini o'ynatdi. Ish haqqini bir tiyini bo'cha qilmagandan keyin rahmat deyshi. Rahmat Xolmatga. Rahmat xo'jayin. Rahmat qari. Ular mehmonxonaning katta oshxonasiga kirib, musulmoncha tamoqlarni buyurdi. Xolmat qorin tamoqdan ozroq yepla, duo qilib o'rnidan turdi. U g'ayratga qarab: "Balalar nima yeydi, nima ichidi, xolig'in neppa. Nima qilsa ixtiyoriga qo'y. Pulning ko'ziga qarab, pitning uchiga hesib qo'yma. Men Ruyliga bevosita boradigan mashina bormi yo'q o'xshay. Undaqda dedi g'ayratjonda. Shishomannaga kirmayotganmizda. Aylanib nima qilamiz? O'dilni kirib ketmaymizmi? Xolmat qorin chiqib ketdi. G'ayratjonda oshxonaning mulozimat do'koniga berib, 2 botilka haraq, bir necha qutuliq pivo akilishi. Abay Gittar haraqning markasiga qarabla chiroyi o'ngdi. Voy, bu ishkirning haraq ekan-ku. Bu degan suvjonim, Lenxenem degan dunyoga donglik arqa bilamsa? Voy, har qancha oliy bo'g'ini bilan ishkirning harqa bosh og'ritdi. Aysa Xinanjirmo qarshi chiqdi. Yana o'zimizni yaxshi. G'ayrat, eli tirchidan epkila. Dilmurat Makash shiradagi haraq pivolarga qaradi. Ma'ulan qaytirib. Urumchida 22 so'mlik eli oliy harqa bu yerda 280 so'm bo'lsa, bahoy 15 yaxshi qimmat sotamda bo'lim gula. Abay Gittarning chiroyi mijjida turildi. Odamning qorni echilgan desa? Qorning echiqidek. Sen beramsan pulni? Aysa Xinanjir go'laydi. Bir qatimlik o'tirishda 10-15 ming so'm xayslavasa, kim cho'qara? Qorining qo'ltig'idagi bir tal g'irib nima tavrimaydi. Har qatim qo'rsqimizda mol yo'tkiganda, necha qatim chichib, necha qatim yeymiz. Bizga berdigini 5 ming so'm. Ammo u necha million pulni cho'ntagiga soladi. Aysa, G'ayrat qattiq vaqiradi. To'la haddini oshma. İdris Mo'dondek ko'tingga tebrik aylansan? Abayka qadrdon Abay Gittarga pichirladi. Oralada İdris Mo'don o'g'rim bormidi? Bir qatim tomoq yeb etib,
Xolmat qarımning har mal yo'tkiganda qanchalik pul topadiganligini hisoblab bergan edi. Dedi Abay gittarma pichirlab. Xolmat qarim shu kunila uning ko'chiga tepdi. Şinjan'a ketdimi uyanchiqchi? Yo'q. Shanxayda hunar qilman deb ketdi. Oxir Shanxay ketibdi-da. Qanday deysa? O Beijingda chaqda meni Shanxayga soya qilgan. Seni mo yanchiqchilik qilmoqchikanda? G'ayratjonlar bilan Dalmurat Makash Sojuning haraqlarini qaytirib o'tdi. Eli to'ychidan 3 botulka, Shixu piyusdan 8 quti o'tkazdi. Ular bokal va romkalarni to'ldirib qo'yishdi. Qadrdan ishmaydiganligini aytib, o'rnidan turgan edi. G'ayrat ochiqlab qoldi. "Ey, aqaraq ishmisan, piv ishmamsan?" G'ayrat qo'llarini shiltadi. 7-8 yilning oldiga kichkina dedim. Hozirmi suvni suvutib, nezi qamsa? Araq uchun piva usulluq o'rnida ichilmoqda edi. So'rinda 4 odam xo'sha devatqashqa. Aqaraq galg'i qo'yib bo'g'icha, romka ulinib kelib turardi. 2 botolka oxirlashib bo'g'icha, ular men sana aytayga tushib qolgan edi. Endilikda 3-chi botolkaning og'zi echilishi bilan "Eli ishkanda qilvedim-ku" deb romkani nejiqib qo'llarini olatdi. Aqaraq ham pivi aralashib ichirayotqashqimi. Ular o'zlarining nima deb, nima qilayotganligini bilmaydi. Bayqi ehtiyot, qo'rqishlari qayergadir yo'qolgan edi. "G'ayrat adash", dedi Abay gittar ko'zlarini xumarlashtirib. Sen qarın bilan bir qatım oltin ushburjakka. Yo'q. Ushburjak kirib boqqan. Xolmat xo'jayinning Malayziyalik xotini emasmi? Emas. Suma. O Suma degan xotin sinaylikmi? Yüzü qizilmi emas, qorimi emas. Shunday xotin. G'ayratning beshi samdab ketyapti. Belicho, chunning belidek inchki. Sog'irsi bir qerin serxmaydek. Emchki buqining mundizidek. Vaydidek ko emas. Ammo addasiz sho'liq. Ay, xotinlikkacha. Dalmurat Makash qo'llarini pullanlatdi. Bir o'ldan xotinni sho'liq degan nimasi? Shixabaning teshini g'ajab cho'ng bo'lgan o'rimchilik. G'ayratning ko'zlari yumilib ketgan edi. Sho'rliq emas, shulluq. U degan xuluqliq, nozliq, qiliq tatliq degan gap. Uqtirmasdari. Nangcha. Aysa Xenanjer cherqirab ko'rdi. Uni qara, azrak. Xolmat qarimning so'ra. G'ayrat bigiz qo'lni cho'ndi. Bo'lmasa, karvat ostida yetib, nima anglash ko'rsam bo'ladi. G'ayrat, ajaldi. Abay gittar beshini orolli ko'tardi. Xolmat xo'jayinning oltin bu yerda bolasi bormish-ku. Bu yil 6 yoshga kirib qolay dedi. Qadrdan 4 mo'chaga qarab, ne kulishini, ne g'azablanishini bilmay qoldi. Aysa Xenanjer Abay gittarning bo'yniga esilib, "Nimadan burdaydi?" Lekin gipining yerimi deyilib,
yerimini yutib o'tadi. Gapini topolmay qo'lini bir hazo shiltaydi. Dilmurod Makash beshini shara qirig'i qo'yib xo'rakni boshlab o'tgan. G'ayrat Jambo tik o'tirgunicha bir oldiga, bir kayniga aylab, xuddi bo'lmoq yegan bo'voqdek og'zini tomshiydi. Qadrdon G'ayratning qo'ltig'idan dast ko'tardi. G'ayratga, qo'pa oningda qo'pa. Yotqinga akirib qo'yay. Kirib ketding bu? G'ayrat qizirib ketgan ko'zlarini yo'g'on ochdi. Ma'g'ularni akirib qo'yalamsa? Xotirjam bo'l. Hammasini yotqinga akirib yotqizib qo'yma. Qo'pa. Qadrdon G'ayratni yo'lab ikkinchi qavatdagi yotqinga akirib, oyoqlarini soldirib karvatiga yotqizib qo'yishi. Ko'zlari yumilgan G'ayrat asta g'odingishdi. Ularni ayblama, uka. Qanchalik o'ynasa o'ynamamda. Chunki ajal ularning qosh bilan kirpik orlig'ida. Qadrdon Ayso Xinanjir, Abay Yetar, Dilmurod Makashlarni yotqizib akirib etib, ondan o'zining yotqizig'iga kirdi. Xolmat qorin tanga gullik tovar ishdan ko'nglaklarini kiyib dam olish uyida choy ichib o'tiradi. Shaharib ketgan palma gulning ajoyib yo'g'on bir yupurmiqi uning beshida soyivandek esilib turadi. Kang deriza qapoqlari etib etilgan edi. Shundaqdimi Xolmat qorin yepak yelpigishda o'zini to'xtamay yelpib o'tadi. Qadrdon, xotinning doğru chayini seg'indingmi? Xolmat qorin orqasiga qaramadi. Qani kela. Doğru chaydan dedi. Xotinliklar davomli doğru chay ishkashga, dedi Qadrdon qorinning uduliga kelib o'tirib edi. Osonlikcha parcha kesar bo'lmaymiz. Shundaq-ku? Bah. Navatda kep qoldi. Qorin chaydan bir o'tladi. Doğru adamning mijozini tangshab turg'ashqa, parcha kesallar odamni bo'zaq qilmaydi. Ular choy ichgach, birdan paranglashib o'tirishdi. Qorin gap orlig'ida seni Janubiy Jungo manzaralarini ko'rib olsin deb, Ro'yliga avtobusda mang'irgan bo'ldik. Nihoyat shu 10 soat yo'l deb qo'ydi. Qadrdonmi suhbatni cho'nqurlashtirish maqsadida gap so'radi. Qara, kunning Janubiy Jungoning xilil chat shaharlari. Yana 10 soat mangsak chet elga chiqib ketmaymizmi? Janubiy Jungoga texim ishkarlab, chegara shahar Ro'yliga boramiz. Ro'ylidan o'tib ketishchi. Jangsanjao. Oltin uchburchak degan yer shukanda? To'g'ri. Tayland, Berma, Jungo 3 davlatning o'tirdi qolgan. Davlat avvaliga yo'q ya. Butunlay xash-xash terildi. Xolmat qorinning gap so'zlaridan kayfining chog'i ekanligini sezgan Qadrdon so'ramoqchi bo'lgan nishonga texmi yaqinlashdi. Xolmat qorin, onsam oltin uchburchakka o'tish uchun nurg'un rasmiyatlar bajarildi ekan. O'zlari qandoq bo'lib kirar ekan? Meni zodil aqlim yetmaydi. Yaqub hojimning seni dunyodagi hamma ishni bilib boqis kelgan bola degani bekor emaskanda. Xolmat qorin ochiqqina ko'rdi. Men hukumatning ruxsatsiz qechib o'tmadim yoki qurolliq banditlarga qo'shilib o'tmadim. Meni Jungolik katta atkazchi sodigar Xo'jang Jensanjavga elib kirgan. U odam o'talaydi ekanda. Xo'jangning Jensanjavda tuqqanlari borligi haqida qo'l isbotnomasi bor ekan emasmi? Uni bilan qanday tanishib qoldilar? Xolmat qorinning to'ng qora qoshlari turilib, qatma-qat jiyaklik döptügülek ko'zlari hech kim ko'rolmaydigan bir narsani ko'rayotgandek sirliq qisildi. Uning oq seriq siydam chiroyida kulimsirash aks etib turgan meyiqlardan ochiq kechirmishlar bilan billa hech ko'rilmagan laziz xotirlar cho'llari yelinjab turadi.
Sen bunu so'rab qolding. Bo'pti, deb ber. Xolmat qarim cho'nqir tindi. Ha. Ba'zi chog'larda beshindan o'tgan ashu hayot mamotlik kechirmishlarni so'zlab berdiganga odam topolmaydigan. Hatto fursatmi bo'lmay, u dunyoga ketib qolgandek tuyg'uladi bo'laman. Qadrdon Xolmat qarimning ko'zining ichiga qarab uzun o'tirib ketdi. Tova. Tosh beg'irlik bilan odamni, yo'q, olamni zaharlayotgan bir xuroyin atkasi, xuddi normal insonlardek hissiyotlarga cho'mib, urayotganini qara. Texe o'lim o'ylaydi ekan. Qadamining mamotliq yo'lda ketayotganligini biladi ekan. Shundoq turqliq, nemishqa etining tezginini tortmaydi. Seni ben 60 ming so'm og'ayili deb gap boshladi Xolmat qarim. Yana 9 birodarimdan tövni 20 ming, yuqorisi 80 mingdan qarz olib, Turpandan 300 tonna yeşil kishmish uzum yig'di. Birodarlar, Beijing, Shanxay, Guangzhou'dagi kishmish ko'p o'tkaldi. Menimni Janubiy Jungo'da pul qila olaysan desa, men 2 poyez olmishib yurmanga keldi. Hayotidagi eng ig'ir qismat yodidan kechgan Xolmat qarimning beshi maydisiga egildi. Ko'krigimi zarbiga uchirgan yilondek ko'tarilib tashlandi. Demisimi, shu yili bo'lgan dahshatlik ziyon boshqalarning beshiga kelgan bo'lsa, jondan kechgan bo'ladi. Xolmat qarim 300 tonna molni kunning bozoriga akirgan shu yili. Yomg'ir yarim oygacha to'xtamadi. Bu ko'p uzumning narxiga yetkazib xaridor tep bo'g'icha hafta 10 kun o'tib ketdi. Janubiy Jungo'ning nam havosi to'xtamay yig'ayotgan yomg'ir tufaylidan uzumlar tog'ir ichida xemiga yenib, mechildab sesishga boshladi. Bir ikki quruq yal yemish sodgiri tog'irlarga qo'l tiqib, kallak tugir bo'lib qolgan uzumlarni olqindi mejib ko'rib, bozulibdi deb ketib qolishdi. Xolmat qarim jiddiylashganligidan bir necha ishlamchi bilan uzumlarni yerga to'kib shamoldatmoqchi bo'ldi. Lekin mechildab choplashib ketgan uzum qo'ygan hechbek tog'irga kaplashib to'kilmadi. Shundaqdimi bir amallab 50 tonnadek uzumni o'zi olgan bahog'ini yetkazolmay, kilosini 2 so'mdan 100 mingga sota oldi. Qolgan 250 tonna mol axlatga aylandi. Xuddi o'lganning ustiga tepgandek bozor boshqarish xodimlari buzilgan uzumni dengizga ayiribdik. Bo'lmasa muhit bulg'undi deb uqtirdi. Xolmat qarim axlat to'shuvchilarga buzilgan uzumni tog'irlari bilan 50 ming so'mga kelishdi. Mana shunday qilib foydadan so'z etish uyoq to'sin. Olgan bahosida 1 milliondek ziyonga dasadi. O'ylab baq, dedi Xolmat qarim bir yo'lni qiyirib ketgandek mukchaygan holda. Men Xinjiangga qanday qaytaman? Qarz olgan birodarlarga nima deyman? 50 ming so'mga yetar yetmas pul bilan qolgan Xolmat qarim Kölnning xon tojisi mehmonxonasining oliy yotiqini oldi. Chunki bunda oliy mehmonxonalarda o'lib qolgan yoki o'lib olgan mehmonlarning o'limiga o'sha mehmonxon ega bo'lib, ko'ydiratdi yoki tog'liq rayonlarga dafn qiladi. Xolmat qarim bir necha bo'liq xiroinni yutib yoki o'kil qilib o'lish, o'zini bo'g'izlash, org'amchida esilish, putqo'li beliga tosh bog'lab Jinjang daryosiga o'zini tashlash qatorliq o'limlarning jon qiynalmaydiganlari osinni ko'p o'yladi. Oxir Bertova bilan qo'l tumirni kesishni muvofiq ko'rgan Xolmat qarim bozordan usturdimni ittik go'zal san'at pichqini setib oldi. Endi bugun kecha quyoshliq dunyoda yeshil hayotdan vidolashadigan Xolmat qarim tahorat elib namoz o'qidi. Xudodan o'tkazgan gunohlarini kechirishni tiladi. Esadab bo'g'ilib yig'ladi. Nalardan kelayotgan yoshlar kentang yepi o'zilgan sözük marjallardek to'kilibla to'di. Shu chaqda yotoqqa o'tirib bo'yliq 40 yoshlardan oshgan oq yuzlik taqir beshidan burunlargacha aynakdek parqirab turgan. Qosh kirpiklarining qaymi yo'q,
ağzı yoğan bir Hanzo popkisini qo'ltiqlab kirdi. Gelemge jaynama selib, rukuda o'tirgan Xolmatga tikilib qoldi. Onun bilan birga kirgan mulozim qiz, "Sizning karvatingiz ma'bu" deb qo'yib chiqib ketdi. Lekin bu odam Xolmat qarimning yosh bilan yuyilgan yuzlariga, o'tqashdek qizargan ko'zlariga, to'limi bechora qiyofatiga tikilib qolgan edi. Belqut şirketida ovozga ilinib, Belqut to'rida anlatılayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Şinjan Xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini bugun musharga chanlatdik. Davomini keyingi anglitishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonlarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishni tavsiya qilamiz.